Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Universal Rohila kanaliga xush kelibsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling azizlarim. Azizlarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali, ayniqsa sho'rvalarga to'g'rab yeyishli bo'lgan patir tayyorlaymiz. Bu patirimiz qarsildoq, mazali bo'ladi. Azizlarim, uyimizda bor narsalardan tayyorlasak ham bo'ladi. Keling, unda tayyor mana bu masalliqlar ketadi. Demak, sariyog', margarin, sut, suv, un, dro'jja, ozroqgina shakar, tuxum, mana shu mahsulotlardan ajoyib patir tayyorlasak bo'ladi. Unda ishimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb men birinchi suv bilan sutni ikkovini isitib oldim. Yerga birdaniga shakar bilan tuzini ham soldim. Mana hozir bir choy qoshiqda dro'jja solib, demak unimizni oldindan elab qo'yganman, xamir holatiga keltirib olaman. Xamirimiz uncha yumshoqqina ham emas, uncha qattiq ham emas, o'rtacha me'yorda bo'lishi kerak azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, demak xamirimiz tayyor. Uni idishga solib, ustini selofan paketga yopib, demak sochiqcha yopib qo'yamiz azizlarim. Ko'rganlaringizdek, mana shunday 15-20 daqiqaga dam oldiramiz. Men shu orada margarin bilan sariyog'ni ham eritib oldim tabaga. Eritib qo'ydim. Ana endi shu orada men yana xamirni mushlab olyapman. Xamirni mushlashimning sababi xamirimiz yumshoqqina hamda chiroyli bo'ladi. Dam olgan xamir juda ham ajoyib yoyiladi azizlarim. Mana shuning uchun mushlab qo'yaman. Ana endi xamirlarimiz tayyor. Uni zuvalalarga bo'lib olyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek, menda ikkita zuvala bo'ldi azizlarim. Uncha katta bo'lmagan zuvala. Demak, yana bir bora ozroqgina dam oltirib, demak ustini sochiq bilan yopamiz. Dam olgan xamirlarimizni, zuvalalarimizni ana endi mana shunday aylana shaklida un sepib, mana shunday chetlarini bosib, yoyishga tayyorlab qo'yapman. Mana demak, yoyishni boshladim. Mana ko'rib turganlaringizdek yoyapman mana azizlarim. Demak, ikkinchisini ham yoyishga tayyorlab qo'ydim. Un sepib, chetlarini bosib, menga oyijonim o'rgatganlar shunday tayyorlashni azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi yana bir yoyganimizdan keyin, demak, sariyog' bilan margarinimiz erib turibdi tabada. Mana qoshiqlab erigan sariyog' bilan margarinimizni surib chiqyapman qoshiq yordamida. Xohlasanglar shyotka yordamida surib chiqsanglar ham bo'ladi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi asta-sekinlik bilan urab olaman xamirni bir chekkasidan. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda o'raladi. Ana endi mana ko'rganlaringizdek aylana shaklga keltiryapman. Ana endi mana yana ozroqgina mana mushladim. Ana endi esa azizlarim ozroqgina yana o'rab qo'yamiz selofan paketga. Ozroqgina dam oladi. Ana endi azizlarim bu ikkinchi xamirimni ham yoyapman. Shu orada unga ham eritilgan sariyog' bilan margarinni suryapman-da. Mana shunday holatda surib chiqsanglar ham bo'ladi. Mana oyijonim shunday o'rgatganlar. Men ham shu tarzda qilaman azizlarim. Xohishlaringga qarab. Mana endi yana ham ikkinchi patirimizni ham xamirini o'rab olyapman. Uni ham mana chekkaga qo'ydim. Azizlarim, ana endi esa xamirimiz sal dam oldi. Ana endi uni yoyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek, shu orada duxovkamizni qo'yib qo'yamiz. Duxovkamiz 200 gradusda qizib turgan bo'lishi shart. Albatta, mana ko'rib turganlaringizdek, mana listlarga mana qo'yib oldim. Nompar bilan ustiga uryapman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Demak, ustiga azizlarim tuxum, bir dona tuxumni vilkada aralashtirib, shotka yordamida surib chiqyapman tuxumning sarig'ini. Mana ko'rib turganlaringizdek. Demak, duxovkaga qo'ydim azizlarim. Mana
Mana demak ustlari qizargan, lekin tagi qizarmagan ekan. Azizlarim, yana bir sirni aytay. Albatta siz ham shunday tayyorlang. Orqa tomonini ham qizartirib oldim. Demak, patirimizni orqa tomonini qizartirib pishirib oldim. Mana patirlarimiz tayyor bo'ldi azizlarim. Mana orqa tomonini ham qaranglar, qizarib pishgan. Ikkita patirimning ham oldi ham orqasi ham yaxshigina pishgan. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana shunday tayyor bo'ladi patirimiz. Albatta tayyorlab ko'ring, tavsiya qilib qolaman azizlarim. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha g'oyibona deb qolaman. Azizlarim, mana ichini qarang. Mana hozir sindirib ko'rsataman. Ichlari qavat-qavatli. Mana sizlarga yoqimli ishtaha tilab qolaman azizlarim. Mana albatta tayyorlab ko'ring.